Assalomu alaykum hurmatli Bito foydalanuvchilar. Hozir sizlar bilan birgalikda Bito dasturining mobil versiyasi bo'yicha umumiy bir qator tanishib chiqamiz va Bito dasturini biz do'konimizga 100% qo'llaganimizdan keyin nimalar olamiz va umumiy nimalar bor, umumiy tanishib chiqamiz. Bunda eng birinchi Bito dasturiga kirgan paytimizda bizda mana shu panel ko'rinadi. Asosan agar sizda boshqa panel bilan ko'rinadigan bo'lsa yoki boshqa bo'lim ko'rinadigan bo'lsa, tepada 3 chiziqni bosib turib, mana sizda asosiy ekran degan pastroqda bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, joyi o'zgarib, asosiy panelning ustiga bosib turib mana shunaqa eng birinchiga olib chiqib qo'yasiz va mana analitika, posta, minot, ombor mana shu ketma-ketlikda taxlab qo'ysangiz yaxshi. Va asosiy ekran bo'limiga o'tamiz. Mana bu yerda bizlar nimalarni ko'rib tura olamiz va nimalar bor deganda, bu yerda asosiy kirim, chiqim, sotuv, xarid, shunga o'xshash eng asosiy bizda eng ko'p ishlatadigan hamma bo'limlar o'sha bitta ekranni o'ziga olib kelib qo'yilgan, shu bu vaqtni optimizatsiya qilish uchun. Eng birinchi bizlar ko'rib turadigan narsamiz necha pul savdo qildik, ya'ni 2.401.000 so'm. Bugun necha pul savdo qildik, nechta mijozga xizmat ko'rsatdik yoki sotdik, 7 ta mijozga savdo qilganmiz va bugungi savdo kechagiga nisbatan necha foiz baland, shuni ko'rsatib turadi. Agar bugungi savdo kechagiga nisbatan past bo'ladigan bo'lsa, bu yerda strelka pastga qarab qizargan holatda ko'rsatib turadi. Keyingisi yangi savdo. Bu yerni bosish orqali biz savdo qilishimiz mumkin. Hozir buni ichiga kirib turib mana ko'ramiz. Bu yerga kiradigan bo'lsak, bu post, ya'ni savdo qiladigan bo'limiz, hamma mahsulotlarimiz rasmlari bilan mana shunaqa chiroyli ko'rinib turadi. Bu sizga do'koningizni polni hamma mahsulotlarini qo'lingizda ko'rib turish imkoniyatini ham beradi. Nechta bor, necha puldan turibdi va mijoz kelgan paytda ham mana shu yerdan bemalol savdo qilsangiz bo'ladi. Masalan, kerak bo'lgan tovarni ustiga bosib, nechta olmoqchi bo'lganligini mana yozamiz va OKni bossak, sразу spiska qilib beradi. Agar menga kelishtirib bering desa ham mana shu yerning o'zidan bemalol skidka qilib bersak bo'ladi. Mana chek tarafga o'tadigan bo'lsak ham nimalar kirdik, necha puldan bo'ldi va rasmiylashtirishni bosib, narxni bosib yakunlash qiladigan bo'lsak, avtomatik savdoga chiqib ketadi va masalan 50 ta bo'lib turib 5 tasini sotadigan bo'lsak, avtomatik 5 tasi uning sonidan minus ham bo'ladi hozir u yerning o'zida. Keyin sotuv bo'lgandan keyin avtomatik bu bo'limga o'zi qaytib chiqadi. Keyingi biza ko'rishimiz kerak bo'lgan bo'limlar mana kirim, bu pulning kirimi, keyingisi chiqim. Ya'ni sizda qanaqa rasxodlar, chiqimlar bo'ladigan bo'lsa ham mana shu yerning o'zidan telefoningizda bittada chiqim qilishingiz mumkin. Keyingi sotuvni qaytarish. Agar klient vazrat olib keladigan bo'lsa, mana shu yerning o'zidan qaytarish qilsangiz bo'ladi. Keyingisi xarid. Bu yerdan tovarlar keladigan bo'lsa, bizga tovarlarni programmaga prixod qilib kiritishimiz mumkin bu xaridlar bo'limi orqali. Keyingi bo'limlarimiz bilan pastdagi bo'limlar bo'lib, mana sotish. Sotish bunda sotilgan cheklar mana shu yerda turadi. Cheklarning ichiga kirgan paytimizda kim sotdi, kimga sotdi, soat nechida sotdi, qaysi mahsulotlarni sotdi va qanday to'ladi, shu chek bo'yicha hamma ma'lumotlarni mana shu yerning o'zidan ham ko'rib tursak bo'ladi. Keyingi bo'limimiz bu dashbord. Dashbord bu tadbirkorlarga eng kerak bo'lgan, eng kuchli dashbordlardan biri. Agar tadbirkorning o'zi do'konda bo'lmasa ham, uzoqda bo'lsa ham, mana telefonini shu hisobot orqali biznesi qayerga qarab ketyapti, hozir qaysi etapda, hammasini tushunib turishi mumkin. U qanday bo'ladi? Birinchisi yalpi savdo. Bugun necha pul savdo bo'lgani. Keyingisi yalpi daromad, necha pul foyda qolgan. 2.931.000 savdo qilibmiz, 880.114 so'm shundan foyda ko'rganmiz. Keyingisi necha pul kirim bo'ldi, ya'ni kassamizga necha pul tushdi degan. Agar masalan 5 million savdo qilgan bo'lishimiz mumkin, lekin kassamizga 3 million pul tushgan. Ya'ni 2 million pul qarzga savdo qilingan bo'ladi. Keyingisi xarajat, necha pul xarajat bo'ldi, ya'ni kassadan rasxodga pul chiqarildi. Debit, necha pulimiz ko'chada yotibdi, ya'ni daftardagi pullarimiz. Agar bizga shu qiziq bo'ladigan bo'lsa, ustiga bosadigan bo'lsa, ichiga kirib turib, necha pulimiz ko'chada yotibdi, masalan 26.791.026 so'm pulimiz ko'chada yotibdi, kimlarda yotibdi? Masalan, Abdurahmonda 16.860.000 pulimiz yotgan ekan va umumiy qarzdorligimizda 62% Abdurahmonda turgan ekan. Keyingisi mana kredit bo'limi. Bu kredit, bu ya'ni postavщикlar. Biza berishimiz kerak bo'lgan, firmalarga berishimiz kerak bo'lgan umumiy summamiz va kimlarga berishimiz kerak. Eng ko'p qarzimiz borni tepaga o'zi avtomatik olib chiqib beradi. Keyingisi mahsulotlar, necha pullik tovarimiz borligi, kassada necha pulimiz turganligi hozir, o'rtacha necha pul foyda ko'ryapmiz, o'rtacha chekning narxi qancha, nechta mijozga bugun savdo qildik, chekdagi o'rtacha mahsulotlarning soni ham mana shu yerdan ko'rsatib turadi. Va biz ham bu yerda kunlik, haftalik, oylik, yillik yoki maxsusni bosib turib o'zimizga kerak bo'lgan kunlarni tanlab ham hisobotlarni ko'rishimiz mumkin. Keyingisi mahsulotlar bo'limi. Bu yerda общий mahsulotlarimiz ko'rib turishimiz, tugagan, kam qolgan hammasini alohida ko'rsatib beradi va e'tibor qilgan bo'lsangiz, bu yerda kam qolgan mahsulotlarning ranglari ham o'zgarib ko'rinib turadi. Ranglari o'zgarishi bilan birgalikda
sariq rangga tushadigan bo'lsa yoki qizil rangga tushadigan bo'lsa, sizga programma tepadan avtomatik уведомление berib turadi, что bu tovarimizdan, bu filialdan kam qoldi, 5 tadan kam qoldi yoki 10 tadan kam qoldi. Va undan tashqari siz tovar olishga borgan paytingiz ishchilaringizga telefon qilish shart emas. Qolmagan deganni bosadigan bo'lsangiz tepada do'konda qolmagan narsadan avtomatik o'zi spiska qilib beradi. Ularni olgandan keyin yana pulingizga qoladigan bo'lsa ham qizil chiziqqa tushgan, kamroq qolgan narsadan ko'rsatsangiz, ularni ham alohida spiska qilib beradi. Sariq chiziqqa tushganini o'tkazsangiz ham bularni ham alohida spiska qilib beradi. Hammasiga o'tkazsak umumiy aralashtirib ko'rsatib beradi. Ko'proq bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham bizga kerak bo'lgan bo'limlar, lekin kamroq ishlatilgan bo'limlar ham ko'proq bo'limini ichiga qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Umumiy Bito dasturimizdagi biza eng ko'p ishlatiladigan bo'limlar mana shular va tepada 3 chiziqni bosadigan bo'lsak, boshqa bo'limlarimiz ham bor. Ya'ni masalan analitika bo'limi ichiga kiradigan bo'lsak, bizda bitta emas, o'zi 7 ta 8 ta umumiy o'zi 45 tadan ziyodroq hisobotlar. Bularning ichiga ham alohida har bir bo'lim bo'yicha keyingi videolarda chuqurroq qilib birgalikda ko'rib chiqamiz.